Assalomu alaykum turdashlar. Şu DIY blog orqali boshpat yasash darsimizniki davomli so'zlab o'tdilar. Endi ma'rumga do'stlar o'nish qatimiz a. Bu o'rindan ramkuturni keldik. Bizning 100% gudimni qattiq ondan bilak modeldan ko'rgazma turini kelamiz a. Tinch bilak keldi. Bu o'rindan masalan mana do'stana ulunish hamon tanladim. Bunu do'stlar 6 bilak ayırıp chiqasi bo'ldi. Logo. Masalan, guruh 1, guruh 2, guruh 3, guruh 4 degan gap bor. Do'stlar, maqsadning oqibatiga kirsa, tillaydigan turlar bor-ku, 1, 2, 3, 4 deb 4 qator tillaydi. Birinchi guruh, ikkinchi guruh aşağıdan chiqarasiz. Masalan, alay tavsiyalik bekatlar, hamkorlashgan bekatlar, anda mana bekat 4 turga ayirib, hamkorlik olishgan bekatni chiqarasiz. Hozir buni qilib qo'ysangiz, barliq logolarning hammasini shu boshqa chiqarib qo'ydi. Ko'pchilik shuni tanlaymiz. Oqumlashtirib ko'rib baqay. Demak, buloqchan to'ridagi barliq qo'lnish qilgan bekatlar. Shunday chiqdi. Ammo yagramga qatish u bo'lni so'zlab o'ltama ya. Masalan, o'chirib o'tib, yana boshqa turlarni ko'rib o'tlar, mushtinish bilakdan. Açtık. Miyaga bekat iloni deydi. E'lon tanlang yoki nomini kirgizing deydi. Biz sinab baqalik nima chiqardi ekan. Bekitimizda e'lon yo'q. So'ng bo'lmada xosini chep. To'g'risi sayb mundarisligini tanlab qo'ydi. Barliq sayb bilan tanlab ba. Buni saqlagandan keyin ko'ralaysiz, saqlab ko'rib baqila. Demak, mana barliq saytlarni tizim qildim desak, saytlar ma'lum chiqadi. To'g'risi shuni baytlar bosgandan keyin boshqa saytlarni ko'ralaydi. Mushuni bilan boshqa o'rinlarni ko'rib baqsa bo'ldi. Shundan DIY blogning o'rnashimi tugusin. Endi yana bir narsa qilib qapta, tab ramkasi. Mana keyingi soat ayrim bir mazmun qilib, bunlar cho'lponlarni chiqishini so'zlab o'tdi. Dasmi shakchi bo'lsin. Xayr xo'sh.